Hozirgi kunda yurtdoshlarimizning ko'p qismi migrant ishchi bo'lib chet ellarda yurishibdi. Buning asosiy sababi inflyatsiyaning oshishi va yurtimizda topayotgan daromadimizning oilamizga yetmayotgani bo'ladi. Buni gapirsak gapimiz juda uzayib ketadi. Lekin hozirgi kunda eng rivojlangan sohalarda tamal toshini bizning bobolarimiz qo'ygan desam ishonasizmi? Nima deyapti? Nima deyapti? Hozir sizning qo'lingizdagi telefonni va ko'rib turgan videongizni ilk bizning bobomiz ixtiro qilishga sabab bo'lgan desamchi, Yerni quyosh atrofida aylanishini va yerning diametrini dunyoda ilk bizning yurtdoshimiz aytganligini-chi, bularning hammasini va o'zligimizni tanib olish uchun yaxshilab joylashib oling. Mayli, aytganing bo'la qolsin. Bo'lakay, bo'ldimi? Yaxshi o'tirib oldingizmi? Onasi. Muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimdan keyin turadigan Sahih Buxoriy kitobining muallifi haqida gaplashamiz. Asl ismi Abu Abdullah Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim al-Buxoriy. Bu inson bir kunda atigi 1 soatni uyquga ajratgan. Hadis yod olish qobiliyati shu darajada bo'lganki, Bag'dod ulamolari uni sinash uchun 100 dan ortiq hadisni rovisini aralashtirib aytganlarida hammasini joy-joyiga qo'yib to'g'rilab berganlar va butun Bag'dod ahlini lol qoldirganlar. Hozirgi kunda Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Masjid an-Nabaviy kutubxonasining kirish eshiklaridan biri Imom Buxoriy nomi bilan ataladi va butun jahon ulamolarini tan olgan kitobi Qur'oni Karimdan keyin turadigan eng ishonchli kitob Sahih Buxoriy kitobi shuning o'zi eng buyuk e'tirof hisoblanadi. Hozir biz Imom Buxoriy haqida gaplashsak soatlar yetmaydi. Chunki u insonning kitoblarini hozirgi kunda olimlar yillar mobaynida dars berib kelishmoqda va xuddi shu yo'nalishda butun dunyo ulamolari tan olgan yana bir bobomiz Imom Termiziy. Imom Termiziy hadis ilmi sohasiga katta hissa qo'shgan bo'lib, Sunan at-Termiziy asari islom olamida eng ishonchli deb e'tirof etilgan 6 sahih hadis to'plamidan biri hisoblanadi. Ushbu asarda hadislarning sahih, hasan va zaif turlariga ajratishning ilmiy asoslarini ishlab chiqqanlar. Imom Termiziy kuchli xotira egasi bo'lib, 40 ta hadisni bitta eshitganda yodlab, qayta aytib bera olganlar. Shuningdek, Shamoili Muhammadiya asari Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari haqida yozilgan eng muhim manbalardan biri va hozirgi kunda Makka va Madina islom markazlarida uning asarlari asosiy darsliklardan biri sifatida o'qiladi. Va biz yuqorida aytgan dunyo tan olgan va ilmi bilan dunyoni lol qoldirgan bobomiz Imom Buxoriyni Termiziy haqida gapirgan gapi bilan Termiziyni qanday darajada ekanligini bilsak bo'ladi. Buxoriy shunday degan edilar: Siz mendan bahramand bo'lganingizdan ko'ra men sizdan ko'proq bahramand bo'ldim. Ya'ni Imom Buxoriy bilan ko'rishganlarida Buxoriy u kishini mazza qilib eshitganlar. Bu esa yurtimizda ulamolarining bir-birlarini qanday hurmat qilganligini bilsak bo'ladi. Hozirgi kundagi meditsina asoschisidir va Big Bang teoriyasini birinchi bo'lib aytgan odam bo'ladi. Ibn Sino 5 yoshida o'qish va yozishni mukammal bilgan. 10 yoshida Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. 16 yoshida bemorlarni davolashni boshlagan va hatto Buxoro amirining hayotini saqlab qolgan. Uning Al-Qonun fi at-Tib kitobi 500 yil davomida dunyoning eng mashhur tibbiyot kitobi bo'lib qolgan. Ibn Sino matematika, kimyo, astronomiya va falsafa bo'yicha 600 dan ortiq kitob yozgan. U kimyo fanini rivojlantirib, ba'zi moddalarni bir-biridan ajratish va tozalash usullarini ishlab chiqqan. U hatto yorug'lik tezligini o'lchashga harakat qilgan va tovush to'lqinlari haqida ilmiy faktlar bildirgan. Uning ismi Oydagi bir kraterga va hatto asteroidga ham berilgan. U 57 yoshida vafot etgan, lekin uning ishi hamon fan olamida yashayapti. Beruniy 10 dan ortiq tilni bilgan, shu jumladan arab, fors,
Yunon va sanskritni mukammal o'rgangan. Kopernik va Galileo Galileydan 500 yil oldin Yerni Quyosh atrofida aylanishini aytgan. Yerning radiusini aniq hisoblab chiqqan. U geografik koordinatlarni hisoblab dunyo xaritasini yaratgan. U tajribaga asoslangan ilmiy metodni qo'llagan. Bu hozirgi ilm-fan tamoyillarining asosi hisoblanadi. Uchburchaklar yordamida masofalarni hisoblab astronomik kuzatishlar olib borgan va osmon jismlarining harakatini tushuntirgan. U turli minerallarni tadqiq qilib, o'sha davr uchun ilg'or fizik kimyoviy xulosalarni chiqargan. Hayotining oxirgi yillarida ilm bilan shug'ullangan va o'z asarlarini tugatib ketgan. Beruniy asarlari bugungi ilm-fan rivojiga poydevor bo'lgan. Agar u hozirda yashaganda NASA Amerikada emas, balki O'zbekistonda bo'larmidi? Nima deysiz? Uning to'liq ismi Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy va aynan uning nomidan algoritm so'zi kelib chiqqan. Matematika qiroli, u algebra asoschisi bo'lib, Al-Kitob al-Muxtasar fi hisob al-Jabr va al-Muqobala kitobini yozgan. Algebra so'zi ham aynan shu kitobdan olingan. U Hind raqamlari va nolning tushunchasini Yevropaga tanitgan. Agar Xorazmiy bo'lmaganida bugun 1, 2, 3 o'rniga Rim raqamlari bilan qiynalib yurishimiz mumkin edi. Dasturlashning bobosi. Uning algoritm haqidagi ishlari bugungi zamonaviy kompyuter dasturlashga asos solgan. U Quyosh, Oy sayyoralarining harakatlarini o'rganib, astronomik jadval tuzgan. Dunyoning eng aniq xaritalaridan birini chizgan va Yerning uzunligini aniqlagan. Uning asarlari lotin tiliga tarjima qilib, Yevropa ilm-fan rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan. Bag'doddagi Bayt al-Hikma, ya'ni donishmandlar uyida ilmiy markazda ish olib borgan. Al-Xorazmiy bo'lmaganda bugungi kalkulyator, kompyuter va sun'iy intellekt butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi yoki bo'lmasligi ham mumkin edi. Bizni bobo kanonlarimiz faqat ilmda zo'r bo'lganmi? Ular jang qilishmagan deb o'ylaysizmi? Amir Temur, buyuk sarkarda, fotihchi, uning egallagan yurtlaridan bilish mumkinki, u zotni qanchalik buyuk jangchiligini. Asosiy markazni, ya'ni poytaxtni Samarqand qilgan. Bugungi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Eron, Afg'oniston, Iroq, Suriya, Turkiyaning ayrim hududlarini, Hindiston va Pokistonning katta hududlarini bosib olgan. Bu hududlar bugungi kunda zamonaviy davlatlar chegarasi sifatida tan olinadi. Ammo tarixda Temur imperiyasi ularni yagona davlat sifatida boshqargan. Dahshat. Agar biz Amir Temur hayotini gapirsak, bunga soatlar yetmaydi. Amir Temurning o'z so'zlari bilan u zot haqida yakunlaymiz. Amir Temur adolat va tartib bilan ish yuritdim. Mening qurolim aql, tilim qilich, maqsadim yurt tinchligi va islomni butun dunyoga tatbiq qilishga urindim. Shuni unutmang, kuch adolatdadir deganlar. Mo'g'illarni tiz cho'ktirgan, birinchi bo'lib mo'g'illarni mag'lub qilgan sarkarda O'zbekistonlik ekanini bilasizmi? Bizning sarkarda Jaloliddin Manguberdining opasining o'g'li Sayfiddin Qutus. Uni taniysizlarmi? Mo'g'illar Buxoro va Samarqandni egallab, odamlarni qatl qilib, bolalarni qul qilib sotganda Misrga qul bo'lib sotilib ketgan va katta bo'lib Mamluk sultoni bo'lgan mo'g'illarni mag'lub qilgan qahramon. U 1260-yilda Ayn Jalut jangida mo'g'il qo'shinlarini mag'lub etib, Yaqin Sharq hududida ularning ta'sirini to'xtatadi. Bu jang Mo'g'ul imperiyasining tarixiy jihatdan ilk katta mag'lubiyati sifatida tanilgan. Bu bizning yurtdoshimiz bo'lgan. Agar gapirsak, bu xuddi osmon yulduzlari ko'pday bizning yurtimizdan chiqqan olimlar va jangchilarni
yulduzlarni sanab tugatolmaganingiz kabi bularni ham gapirsak tugamaydi. Bir tasavvur qiling-a. Hozir bu insonlar hayotda bo'lganda, Buxoriy va Termiziy bo'lganda, diniy ilmlar Makka da va Madinada yoki Misrda emas, O'zbekistonda bo'lar edi. Beruniy hayot bo'lganda NASA Amerikada emas, O'zbekistonda bo'lar edi. Al-Xorazmiy hayotda bo'lganda dunyoning eng ilg'or texnologiyalari, hozirgi sun'iy intellektlar O'zbekistonda ixtiro qilingan bo'lar edi. Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Jaloliddin Manguberdi va yana bir qancha jangchilarimiz bo'lishganda O'zbekiston hududi dunyoning eng katta hududi bo'lar edi. Bizlar o'zligimizga qaytishimiz va yana xuddi ota-bobolarimiz kabi dunyoni biz yuritishimiz kerak. Buning uchun farzandlarimizni ilmga va dinga mustahkam berishimiz kerak. Bunga birinchi o'zimizdan boshlashimiz kerak. Biz o'zimizning yurtimizda emas, balkim dunyoda mashhur bo'lishimiz kerak. Keyingi videolarda ko'rishguncha